Mana bizda qizlar ham ishlaydi, faqat bolalar emas. Hamma teng huquqli. Voy, mana shunaqa qo'ymay turinglar, chachilib ketyapti. So'kib ham berishadi. Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar, kanalimiz obunachilari. Hop, erta tongdan ishlarni boshlab oldik. Ko'rib turganingizdek, ishlarimizni dastlabki chiqarishdan boshladik. Sababi buyurtmalar o'z vaqtida yetib borishi kerak. Hop, hozirda gullarimiz yuklanish jarayonida, ko'rishingiz mumkin. Buyurtmalar juda ko'p, shuning uchun asta-sekinlik bilan joylamoqdamiz, hammasi sig'ish uchun. Har xil turdagi gullarimizni tayyorlab berganmiz 5000 tadan. Hop, bundan tashqari bo'ladigan bo'lsa, lolalarimizdan buyurtma bergan. Kichik lolalarimiz, katta lolalarimiz juda chiroyli. Piyonlarimizga alohida ahamiyat beramiz. Ranglari juda tiniq, juda ham chiroyli rangda. Hop, bodom gullarimizdan. Hop, bundan tashqari bo'ladigan bo'lsa, sizlarga hali obzor qilmadik. Lolalarimizdan bor, uzun tanali lolalarimiz. Hop, juda ham chiroyli holatda. Sifatlari buzilmasligi uchun har bir donasiga paketlar kiyizilgan. Buyurtma bermoqchi bo'lsangiz aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ichkaridan bir qator obzor qilib ketamiz buyurtmalarni. Hop, bundan tashqari bo'ladigan bo'lsa, viloyatlardan buyurtmalar tayyorlab qo'yganmiz. Bularni hozir chiqarib Bu yoqda har xil turdagi gullarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Bular boshqa klientimizniki. Hop, hammasi tayyor bo'lgandan keyin bitta chiqarib ko'rishingiz mumkin. Hop, hozir klientimizdan tushgan buyurtmalar ko'rishingiz mumkin. Atir gullarimizni tayyorlab berganmiz, uzun tanali. Hop, tanalarida ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy atir gulli tikonlari bo'ladi. Baxtli atir gullarimiz, ranglari juda ham tiniq, ko'rishingiz mumkin. O'zgacha joziba. Hop, hamma gullarimizdan buyurtma bergan. Bu gullarimizdan ham 5000 tadan tayyorlab berganmiz. Hop, bundan tashqari bo'ladigan bo'lsa, kimga tuvak, vazalar yoki kalyanlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, har bittasini assortiment tayyorlab qo'yganmiz. Bu yoqda nalichida hammasi bor. Kim buyurtma bermoqchi bo'lsa, bog'lanishingiz mumkin biz bilan. Hop, hurmatli xaridorlar, ko'rib turganingizdek, mijozimizda buyurtmalarni chiroyli holatda yuklab berdik. Kimga xuddi shunday sifatli gul va gul mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.